Alloh ismini ko'p aytish qalbni poklaydi, insonning axloqini poklaydi, qalbini nurafshon qiladi, nurga to'ldiradi, vujudini muborak qiladi. Hatto ulamolar aytadiki, zikri ko'p bo'lgan kishining tanasidan bakteriyalar qurib ketadi deydi. Shunday kishilarning tanasi yerda chirimaydi, chunki yerga qo'yilgan paytda tanani ichidan bakteriya chiqib uni shiritadi o'zi asli. O'shalar zikr bilan yo'qoladi deydi. Shuning uchun Allohning oshiqlarini tanalari chirimaydi deydi. Alloh ismini ko'p aytish kerak. Bizga ko'pincha yigitlardan keladi shikoyat, ko'zimizni qanday haromdan tiyamiz deb. Eng yaxshi yo'li Alloh subhanahu va taoloning azamatini his qilgan holda Alloh, Alloh, Alloh deb qalbda ko'p aytsa, shu kishi gunohlardan oson to'xtaydi. Nafs o'zi egiladi, qalb shunday quvvatga ega bo'ladi.